Qo'chqormi? 66 6 million 600 barakasini bersin. Bozorlarimiz juda ham qiziqmoqda, hurmatli obunachilar. Mol bozor tomonimiz qandaydir siyraklashib qolgan. Qo'y bozor tomonimiz o'ta gavjum. Mollar negadir kam kirib qoldi Qo'qon bozoriga. Nima sababdan bilmadik. Biz davom etamiz. Shu yerda chiqayotgan sotilgan real narxlarda olishda davom etamiz. Yana bolam aka bu? Nech pul bo'ldi? 10 million 800 ming so'm. Bolasi nima? Sovuliq. Bolasi ham sovuliq ekan. Lekin sifat zo'r. 4 tushmiki 6 tushmi? 6 tush, 3-chi tug'ish ekan. Novvoslar qanchadan bo'ldi aka? Qancha? 17.2. Bu ham shunaqa 17.2. Uchta. Bittasi chiqib ketdi yo endi keladi bittasi. Hali bittadan shunday ko'chat novvos chiqib ketganday bo'ldi. Sovliqni zo'rlari-yu. Bu hisorlar qanchadan bo'ldi aka? 15 7.5 barakasini bersin. Ishlarni işte 4 ish bormi? 4 ishda. Zo'r narsalar ekan, mana hisor zo'rlari. Haqiqat simjun deydi-yu, mana kashdan sifatroq. Yigirma 25.5 barakasini bersin. Qo'zlar qancha bo'ldi? Qo'chqor ha? Qo'chqor so'liq 6 million 300 barakasini bersin. Ikkalasi nech pul bo'ldi aka? 76 barakasini bersin. Bu to'ralasi qancha bo'ldi aka? 4 million 700 dan ha? Barakasini bersin. Savdo olami, tamom. Ne var ham? Hol bor YouTube'da ko'raman. Bo'ldi. O'zini yo'qing. Barakasini bersin. Tog'a salomat bo'ling. Har xil odamlar bor. Kimdir aka yuzimizni olmang. Tushib qolmasin deydi. Kimdir aka olib qo'ying bizni, biz ham o'zimiz ko'raylik deyishadi. Xo'p, hurmatli obunachilar, davom etamiz. Boqma qo'chqorlarimiz akalar. Nech puldan bo'ldi bu kelasi? 4.5 dan barakasini bersin. 4.5 million so'mdan bo'ldi. Qo'zlar qanchadan bo'ldi?